Yangi O'zbekiston. Yangi ruh va falsafa. Yangi energetika. Siyosiy irodaning mahsuli. Bugungi loyihalar bundan 8 yil avval energetika sohasida boshlangan keng ko'lamli islohotlarimizning uzviy davomidir. Yangidan qurilgan tizim. Tubdan yangilangan infratuzilma. Energetika siyosatining yangi impulsi. Biz bu loyihalar orqali nafaqat iqtisodiy o'sishga erishamiz, balki kelajak avlodlarimiz uchun yashil va barqaror O'zbekistonning mustaqil poydevorini yaratamiz. Ko'p ishlar bor, qilinar, lekin ko'zga ko'rinmaydi. Yangi O'zbekistonda yangi GESlar. Yurtboshimiz tomonidan e'tibor qaratilishi shu darajada o'sib boryapti. Men xursandman shunaqa zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan gidroelektrostansiyada ishlayotganimdan. Biz yaratayotgan yashil energiya bu kelajak energiyasi. Bu esa xalq farovonligi hamda mamlakat rivoji yo'lidagi muhim omillardan biri. Prezidentimizning shu yaxshi iqtisodiyotga bo'lgan e'tiborlari asosida mana shu zavodimiz ham barpo bo'ldi. Zamonaviy va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan GESlar nafaqat elektr energiya manbai, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti, yangi ish o'rinlari, hududlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga zamin yaratadi. Yangi O'zbekiston yuksalishi yo'lida xizmat qilayotganimdan juda faxrlanaman. GESlar ekologik toza, arzon va qayta tiklanuvchi energiya manbaidir. O'zi asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad shu xalqimizni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash. Hurmatli hamkasblar, qadrli energetiklar, barchangizni Energetiklar kuni bilan samimiy muborakbod etamiz.